Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolo siz bilan bizni gunohni kechirishligini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for etishlik kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi, balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhisalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizni bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhisalom bilan qoldi. Ular ming yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, bir-birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda.